Amerikanskiy trak pikaplarga kiradi. Oldi reshetkalari, ko'rinishlari, duparik faralar, LED, har bir ilmoqlari, xromlar qora bilan aralashmasida haqiqatan bahaybat ko'rinadi. Hammaga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrdonlar, JMC Denali Sierra 1.5 shuni bitta obzor qilib, oxirida narxlarni aytib o'tib ketamiz. Eng qiziq joyi buni yuragi bo'ladi. Bu 3 motor turbo dizel Duramax bo'ladi. Ayabrazli motor, 6 silindrli, 305 ot kuchi, 691 qo'zg'alish momenti. Qo'zg'alish momenti deganda shu og'ir yuklarni tortishda va og'ir shart-sharoitlarda ishlashga mo'ljallangan, o'lmaydigan turbo dizel motor bo'ladi. 6 ta boltga qotirilgan R22 diska balonlarda. Amerikanskiy trak pikaplarda bilasizlar, rama shassiga qotirilgani sababli o'sha ходовойlar усиленный bo'ladi. Shu og'ir yo'llarda xizmat qilish uchun shahar ichida, shahar tashqarisida juda ham o'z chiroyiga ega bo'lgan diska balonlarda ko'rib turganingizdek, katta bokovoy, beskulchovoy do'stib, parokka qarang. Borib kelishini bitta ko'rsataman. Bismillah. Har taraflama amerikanskiy aytaman, o'zini dangiz xalqiga shu har bitta avtomobilni o'shalarni xohishiga qarab komfort bilan ishlab beradi. Bismillah. Borib kelishini qarang. Jigam o'tirib oldi, kim niyat qilgan bo'lsa Alloh yetqizsin. Kelinglar bir qisqacha ichini tanishtirib o'taman. Head-up display, SDN pamet, SDNlarimizda abduf, abagrev ventilyatsiyaga chon bor. Yana полоса удержания, adaptivniy cruise control, multirul rullarimizda ham abagrev bor. Bose akustikada kerakli bo'lgan hamma narsa shu mashinada muhayyo. 8 pog'onali avtomat korobkada keladi, keyin 10 pog'onalida keladi. Bu 10 pog'onali avtomat korobka bo'ladi. Shunga e'tibor berasizlar. Og'ir yuklarni tortishga, yana qo'shimcha treylerga bu yoqda qo'shimcha knopkalar tashlab ketilgan. Bu yerda bespirodniy zaryadkaga joy, yana katta barga ega bor. Mashalloh, hammasi joy-joyda qilingan. Mana shu taxtalarni bitta ko'rsatib o'tib keting. Cho'mchalarning ochilishi, mashalloh. Deflektorlar, hamma narsa joy-joyida. Mana shu charm tikilishiga e'tibor berasizlar. Shu choklari to'qilgan chokka o'xshab chiqargan, sababi ana boshqa ishlab qo'yadi. Haqiqatan ham shunaqa dobrotniy, mana shu ushlaganda haqqoni odam his qiladi mashinani. Xo'p, orqa sidenlarimizda abagreflarga chon bor. Keyin buning ustunliklaridan biri pikaplarni bilasizlar, har taraflama ustun keladi. Men har doim ta'kidlab o'tganimdek, kerakli bo'lgan siden ostida yana qo'shimcha cho'mchalar bor va albatta bitta matrasi shunday yoysa, pikniklarga chiqqanda, uzoq yo'llarga chiqqanda bemalol hordiq chiqarsa bo'ladi. Bugungi kunda nafaqat Birlashgan Arab Amirliklari yoki Amerika Qo'shma Shtatlari, butun dunyoda urfga kirdiki, barcha pikap modellari borki, hozirda har xil o'sha darobotgalik qilib, o'z xohishida haydab yurishdi. Bizda ham Birlashgan Arab Amirliklarida bizda ko'p arab xalqi juda ham sevib haydaydigan modellardan biri bo'ladi. Turbo dizel bo'lgani uchun Duramax 3 motor 5 tonnagacha yuk tortadi. Orqada ko'rib turganingizdek ikkita V-qilib va kameraga, rozetkaga joy tashlab ketilgan, yana qo'shimcha treylerlarni ulash uchun. Qani bismillah, bitta ochib sizlarga ko'rsataman. Endi ochilishlariga bir e'tibor berasizlar. Zinopoyaga o'xshab ochiladi. Men har doim uni yoritib boraman. Mana haqiqatan SUV bo'lsin yoki pikaplar bo'lsin, Amerika Qo'shma Shtatlarida xalqini o'ylagan holatda va universal foydalanish uchun ishlab chiqariladi. Chap va 10 bamperni ko'rib turganingizdek, qo'shimcha yana zinapoyalarga ega. Xo'p, qadrdonlar, buni yuk ko'tarishi 1 tonna 200 gacha yuk ko'taradi. Bagaj hajmi esa 1000 litr atrofida. Shu video ostida kerakli bo'lgan narxlarni yozib qo'yamiz. Bularning narxi 66 mingdan boshlanadi, lekin tender qilib kunlik narx beramiz.